Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körülmelerimiz hemmalığı malum boğandek yıllardan bu yan devam kılıp kilovatkan programımızda milletimiz içindeki her xil sahalada hizmet kılıvatkan şahıslarını vaxtı-vaxtıda teklif kılıp xilma-xil mavzularda söhbet kılıp kilovatımız. Bugün bu tünügün elanımızda belgendek elbette Gülcehre Hanım'ın Türkiye ziyareti münasebeti bilen bundan burun nayeti muhim iki söhbet ötküzdük ve onu huzurunlağı sunduk. Bugün birinci programda diginimdek üçüncü bir muhim temamızı Naq meydan kılışqa yani nisip oldu. Türkiye ziyaretinin ahırkı günlerde axbarat cihada Uygurlar degan temada to'xtalganligimizni e'lon qildik. Shuning uchun oldi bilan qimmatli vaqtdan chiqarib shuncha vala nayeti zik o'rinlashtirilgan programma qarmay ziyoratimizni qabul qilgan studiyamizga kelgan Gulchehra Hanımga ko'p rahmat aytamiz. Sizga ham rahmat. Suhbatda bo'lganimdan men xursandman. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali Naq meydandan tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy fikr vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Oldi bilan soat 2 degan to'q 18 minut kechikib qoldik. Kechirim so'raymiz qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta bundan burungi ikki programga hozirgacha nayeti dunyoning har qaysi joylaridan xalqimiz rahmat aytib nayeti qizg'in inkoslarni berib o'tadi. Bu ziyoratninki suhbat temalarida so'zlangan mazmunlarning intayin foydali muhim bo'lganligini bildirib ko'pdan ko'p rahmat aytamiz ko'ruvchilarimizga. Programmani boshlashdan burun ikki og'iz gap qilishni muvofiq ko'ryapman. Çünkü aslında ikinci programımızdaki Gülcehre Hanım bilan o'tkazgan ahirgi bir sual meselesi de program e'lon qilingandan buyon hozirgacha dunyoning u chetidan bu chetigacha butun millatimizning ichidagi har sohadan xalqimiz ijtimoiy fikr vositalarini bir qoplab ketganligini hammamiz bilamiz. Amaliyotda u so'z qilg'uchiga tegishli javob millatimiz umumiy jihatdan berib bo'lganligi uchun bugun asli qat'iy to'xtalmaslik fikri dedim. Lekin bugun e'lon qilgan shu millatimiz tarafidan ayblanayotgan mazkur shaxs bugun e'lon qilgan so'zlar biraz insonni o'ylantirmay qolmaydi. Biz bir axborot bo'lish sifatimiz bilan albatta biz shu e'lon qilgan ya'ni u deyotgandek tilga evatgandek masalan teşkilatını qaralash yoki shaxsni qaralash asla va asla undaq bir niyatimiz bundan burunmi bo'lmaydi va bundan keyinmi bo'lmaydi bizning istiqlolniki. Hatta biz şu Berlin'de o'tkazilgan yig'in munosabati bilan tunji qatim o'tkazilgan kuni mana o'sha ekranda bevosita chiqib shu yig'indagi 3 kunlik yig'inning millatimiz uchun xayrli bo'lishini biz istiqlolda sungan bir kanal biz o'zimiz chiqib men sundim shuni. Nurg'un dunyoning har qaysi joylaridan xalqimiz kelgan, chet elliklar qatnashgan bu yig'inda millatimiz uchun xayrli ishlarning bo'lishini umid qilamiz deb uning xabarini biz sunduq bu ekranda. Asla va asla shu yerda qo'yilgan, so'ralgan savaldimi, mening shu so'rgan savolimdimi va qo'ygan mavzurimizdimi asla bir tashkilot yoki qurultay yoki akademiya birisini qaralash uchun mavzu qo'yilmadi. Ba'zi tashkilot mas'ullari va tırnak ichida ziyolilar degan bu mavzuning o'zidan har qanday bir aql egasi boshlang'ich maktab saviyasidagi kishilarningki bu mavzudanmi yoki so'zlardanmi hech qanday bir tashkilotni va yoki shaxsni nuqul qilib turib nishonga olmaganligimizni aniq ko'ralaydi. O'tirg'i qo'yilgan bu yerda xato tushunib qolgan ish asla yo'q. So'z shaxsning so'zi butun dunyoda uchib yuradi. O'zinglarning shu e'lon qilgan yerlarda e'lon qilindi va uning keyindan ya bugungi oxirgi nimalar qarasak buni ayiblagan shunchalar ko'p sonliq xalqimizning %90%dan ko'pragi u so'zlarning ishlatilgan so'zlarning asla va qat'iy ehtimollik ya'ni mandaq tushunish ehtimolligimi bog'i deydigan
bir mümkinçiliki bo'lmagan iboralarni ishiltib bo'lib, uning keyindan uningga tanqidiy fikr bergan mayli kanal bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin, bularni so'zimni chimdab oldi, kesib oldi. Uning keyindan man qarcha qildi, u qildi, bu qildi degandek ifoda bildirish mencha biroz chekdan oshgan bir talab bo'lib qoldi bu yani. Yani bu yerda yani ma Türklerde dokunulmaz deydi o yani. Yani sana hiç kim çekilenmaydigan, senin bildirgen hiç her qandaq bir fikringe mayli sen qaysi mevqada bo'lgan jamiyatda, tashkilot raisi bo'lgan va yoki bir ziyoli bo'lgan, sening so'zlaringga sen ommaviy bir sorunni gap qilib uni e'lon qilgan bo'lsang, uning kendi millatning ichidagi har qandaq bu millatning asosi sening so'zingga yoki ijobiy va yoki salbiy shaklda tanqidiy fikr berish huquqini monopol qilib olib, mening hech qandaq so'zimga men iroda qilgan, men ko'zlagandan boshqa shaklda tushunish haqqim yo'q deydigan shaklda yoki ifoda bildirish haqqing yo'q. Ifoda bildirgan bo'lsang, sen Xitoyninki setib olgan nimaları, milliy munofiqlar, diniy sohadagi gap qilgan insonlarning bugungi ifodalarida chekdan oshgan shaklda tahdid, nihoyatda cho'ng bir tahdidni o'z ichiga olgan shaklda ifoda bildirish. Bu huquqni sen kimdan olding? Har qandaq bir Uyg'ur bu ifodalarni o'qigan vaqtida yoki o o'zining ifodasini yozib olib ekran qarab o'qigan, millatga o'qib bergan bu so'zlarni, yani boshlang'ich maktab saviyasidagi inson qaysi ruhiy kayfiyatning ichida deyotganligini yani to'liq tushunib yetadi yani. Yani bu huquqni ham mening so'zim hech qandaq bir shaklda yani boshqalarning e'tiroz bildirish haqqi yo'q. Men %100 to'g'ri deyman deganni imo qilishdan boshqa narsa emas yani. Yani çokum %100 qabul qilish kerakmi sizning qilgan gapingiz? Ya shaxs muhim emas bu yerda. Mayli sen bo'lgan, mayli boshqasi bo'lsin yani. O'tirib qo'ygan har qanday fikrini sallamna deb qo'l qo'shtirish kerakmi yani? Shuning uchun bu masala haqiqatan yani bu suhbatning beshida men shu gapni qilgan bo'lay. Mayli kim bo'lsa bo'lsin, umumiy maydonga e'lon qilingandan keyin o gap har qanday mayli biz olayli, mayli boshqasi bo'lsin, uning bu yerda yana shuni deb qo'yayli. Haqorat biz prinsipimiz şu. Ne şahısni, ne teşkilatni onun o'ttirib qo'ygan fikri, so'zlarini ayıplaymiz. Qo'llashga tegishli bo'lsa qo'llaymiz. Ammo mayli xalqimizning ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin va yoki boshqa yerda shaxsning o'zini haqorat qiladigan, tillaydigan, oilasini tillaydigan bu axloqning jumlasidan emas, bizning millatimizga uyg'un keladigan bir narsa emas. Buni albatta biz uch holatda deb qo'yishimiz kerak. Lekin fikrga yoki uni qo'llash yoki uni rad qilish shaklda har kimning o'zining erkinligi buni o'ttirib qo'yish. Shuning buningga rahatsiz bo'lish, undaq o'ttirib qo'yganlarni bu darajada haddidan oshgan shaklda haqoratlash, ayiblash hech kimning haqqi emas. Bu millatning ko'zi, elning ko'zi ellik deydigan bir gap bor. Yani bu necha kundan bu ham bo'layotgan inkaslarga qarab aslida biroz inson yuragini, qo'lini yuragiga qo'yib, vijdoniga qo'yib o'yinish kerak yani. Seni qo'llayotganlarning profiliga qarab yiqishing kerak. Qancha inson seni qo'llayotdi? Agar da sening mantiqang bo'yicha bo'lgan vaqtida mushunchalar insonlarning hammasi Xitoy uchun ishlaydigan, boshqa barmoq bilan sanog'ichilik insonlar haqiqiy millatni qutqizdiganlarmi yani? Bu qanday haddidan eshish? Shuning uchun mishali men to'xtay gapimni kechirim so'rayman, biroz vaqtingizni oldim. Xo'sh, temamizga kirib ketsak, undan sonra hurmatli Gulchehra xonim, bugungi temamiz albatta axborot jihati Uyg'urlar ham. Biz aminatda Xitoydagi bir tajovuzchininki yani bu ahni qora qilib haqiqatni botilni haqiqat qilib ko'rsatish uchun millionlarcha dollar pul xarjlayotgan bir tajovuzchining qo'li ostida shuning bilan mujodala qilyapmiz ham. Butun chet eldagi muhojirlar va bo'lib axborot sohasida ishlayotgan biz axborot sohasidagilar. Şu hamda şu uzun yıllık hizmet tecrübemizge asasen bugün hamda kundan kunga bu axborotning kimi şu hayatımızga sun'iy aql uçur dengizga aylanib ketayotgan bir davrda yashayapmiz. Medianing mushundaq bir har bir odamning qo'liga chiqqan bir davrda medianing roli, ekranning sihriy kuchi burunqidek badab qaramsiz bir millatning tuyg'usini, ruhiy kimlik tuyg'usini shakllantirishdagi
medianın rolü hakkında bir iki ağız gap bilen başlasak, media nima üçün muhim? Bak yaxşı bir tema, yani əmli məsələlər keləylik. Özünüz bilgəndək, media meyli bir hökumət, meyli bir təşkilat və xalq üçün özünün fikrini yetkizadigan ən güclü qoral. Ama bugünkü gündə bu qorallarning türü, şəkli intayin köp olub getdi. Siz degəndək internet davrida, hazırkı texnologiya davrida texmi şundaq. Lekin bunu bilan tang yana bir raqobat borki, rast bilan yolg'on aralashib ketadigan. Onun ustiga sensor deymiz, fikrlarmi nim deymiz hamda media axloqiy g'ilvirdan o'tkazilmay turib o'ttirg'i to'kiladigan shundaq bir holat shakllandi. Hamda o'zingiz bilgandek, men televiziya sohasiga kirganda faqat birli televizorni butun oila ko'ratdik. Yetkaziladigan uchurmi har qanday narsani aytib o'ylashib, sistemlik mangdigan bir shundaq zamonlarda hamda. Gerçi tarqalish doirasi uncha keng bo'lmasa-mu, ta'sir qilish kuchi kuchlik bo'lganligi uchun yanada kengri taqilati xalq orasida xil belgilik ta'sir qo'zg'aya oladi. Shuni Xitoy hukumatidek bir mustabid hokimiyat o'zininki mediasi orqali xalqning kallasini juyishga alayda yani mablag' ajratgan. İlgirmi shundaq chet ellarning singib kirishi, yani rost haqiqat, erkinlik ideyalari, demokratiyaning singib kirishidan shunchalik cho'chigani uchun shu 90-yıllardan başlaplar şu mesela Erkin Asya Radyosu hatta Özbek Radyosu Türkiye'den anlatılıp bulamdı. Her qandaq bir medianın Uygurlarning qulluğuna yetip gelişinin aldığını eliş için buzuş stansiyalarini mi kurgan? Onun milyonlarca meblag ajırtıdığanlığı hemmimizge ma'lum. Bugünkü kadar bu uğraşını davamlaştırıvatıdı ve chet elge özününki ta'tir təşviqatını qilish uchun mablag'ni hassilab oshirdi. Bu yerda faqat hukumat yoki ba'zi bir ommaviy o'rinlar boshqarishidagi televiziya yoki radio yoki matbuotlar emas, shaxslar, masalan, hozir ijtimoiy taratquv vositalaridagi dangdarlarni o'ziga jalb qilib, pul orqali setib olish usullarini har xil yo'llar bilan qiziqtirish, biznes orqali taklif qilish degandek butun chiqimlarni o'zi chiqarib vatanimiz Şarkı Türkistan'a akirib, özü kösetmekçi bo'lganli manzarlarni ko'rsatish orqali yanala bu o'zining ta'tir tashviqotini yani kuchaytiryapti. Eng xatarlik yeri shuki, bizning ko'zimiz mediada bo'lib qolsa bo'lmaydi-ku. Bu yerda tadqiqotchilar bor, vatanga kirgizayotgan, undan boshqa kino sohasi hatta. Kino orqali hamda ta'sir kuchini ko'rsatish medianikidan kuchli. Chunki kino deganda setib olib o'zingiz ko'radigan bo'lg'achqa diqqat qilish demangiz uzun bo'ldi va night concert bo'ldi. Shu kinoni ko'rsizda pul orqali. Ammo boshqa medialarning uchurlarini seyretgil bo'ldi telefonlarda. Pul orqali kino ko'rganligingiz uchun u vaqtni, yani 2 soatlik kino bo'lgansa, cho'qim vaqtingizni ajratib uningga diqqatingizni mujassam qilsiz. Xitoymi bu xil universal san'atning birikmasi bo'lgan shundaq kinodan foydalanib o'zini oqlash siyosatidan shu propagandasini texnik kuchaytiryapti. Bunday vaqtida hamda chet ellardagi shu adolat uchun Uyg'urlarning chekayotgan azoblarini, ularningki uchrayotgan zulmlarni anglatish uchun harakat qilayotgan har bir shaxs yoki media uchun bu to'liq cho'ng bir raqobat. Albatta bizda unda cho'ng mablag' yo'q. Xo'sh. Ammo bizda kuch bor. Bizda qizg'inlik bor, fidokorlik bor. To'g'ri. Ham adolat, rostgap bizda. Shu. Bizningki isbotlab bera oladigan nurg'un narsamiz bor. Xalqimiz bor. Shuning uchun men yanada biz kuchli deb qarayman. Ya'ni iqtisodiy jihatda, boshqa taktikalar jihatda ular kuchli ko'rindi. Biz kuchli bo'lg'achqa Xitoy hukumati texmi zo'r mablag' sarfladi. Texmi zo'r kuch bilan bu rostni yog'onga chiqarish uchun tirishyapti. Bizning raqobatimiz bo'lsa hozir o'zimizning bir ya'ni Uyg'urlarning mediasining bo'lmasligi bu bak cho'ng bo'shliq. Bu Erkin Asya Radyosu bultur taqilib qolgandan buyon, hamda bizning shuarimiz ovozsizlarning ovozi edi. Demakchi, ovozimiz butunlay o'chib qolmagan bo'lsa-mu,
suslab ketdi, mundaqcha aytganda. Aralla turibdi. Hozir bizning medialarimiz, bizning yoki kuchligarak taratqumiz deb aytsak, istiqlol qoldi meningcha. Undan boshqa ijtimoiy taratqular mavjud endi. Ko'proq xalq ko'rayotgan narsaning biri shu istiqlol televiziyasi. Endi hammanglarning qanchalik badal to'lab, qanday fidokorlik bilan ishlayotganinglarni o'z ko'zim bilan ko'rgashga, sizlarni tilga elishga shuni muhim deb bildim endi buni tilga elish mening majburiyatim. Sizmi men kelgandan buyon kaynim kirib o'tirib cho'qim bu suhbatni qilmasak bo'lmaydi deb shundaq tirishdingiz. Ko'p rahmat sizga. Menga mushta bir fursatni berganingizga. Ba'zi so'zlarni deyish orqali xalqimizni reallikka yuzlantirishimiz kerak. Xam xiyol, quruq xiyol bilan voy biz cho'qim yengimiz degandek shuarlar bilan o'tirib chiqib olsak bo'lmaydi. Yengish uchun nima ish qilamiz? Oldimizdagi yani bab bo'lgan narsalarni qanday qadrlaymiz, uningga qanday kuch qo'talaymiz, buning ustida to'xtalaylik. Qolgan narsa ancha muhim emas. Mavjudlik ko'rish qilayotgan bizlar uchun energiyamizni bir-birimizni tanqidlash yoki bir-birimizni so'kish orqali emas, isloh qilish, to'g'ri fikrni qabul qilib o'zgartirish va bir-biridan o'rganish, hamkorlashish orqali meningcha yani mavjudlik vücudga chiqqanli bo'lmaydigan narsa yo'q deb ashta ishonmayman. Mumkinsizlikka ishonmaydigan bir insonman. Biz deymiz-ku Alloh kasalni bergan ekan davosini berdi deb. Shuni harakat qilish kerak. Biz qilayli, qolganini yo'limizda ko'ramiz shunday. Albatta. Shuna bugungi Uyg'ur davosining holi ichinishli holatda. Men sizga shunday dey. Mavjudlik Uyg'ur xalqi mavjudlik ko'rish qilayotgan bo'lsa, Uyg'ur ovozimi mavjudlik ko'rish qilyapti. To'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı bo'lsin. Safar bizdan, safar Allohdan. Albatta. Haqiqatan. Qo'limizdan kelgan barliq tirishchilikni ko'rsatishga biz. Xo'sh, unda bo'lsa, bir programma riyosatchisi kasbdoshim bo'lishibdingiz bilan albatta bizlar kameraning orqasidagi millionlarcha xalqimiz bilan aloqa bog'lash, media tili orqali bog'laymiz ko'pincha vaqtlarda. Ommaviy fikr yoritildi media orqali. Bo'lib yangi avlodlarimizni muajiratda shu o'z kimligi tutib turishmi medianiki o'zimizning tilida har xil programmalarni o'rinlashtirilishi intayin muhim bir masala. Albatta. Sizcha hamda erkin Osiyoga taqilib qolib bir yildan oshdi. Biz mayli istiqlol bo'lsin, mayli boshqa xalqimizning ichida o'zi shaxsiy qilayotganlar bo'lsin. Shu milliy kimlikni tutib turish, muajiratda yetarli biz xizmat qila oladikmi? Javob yo'q bo'lsa nima shuni sizga? Mediadagi milliy kimlik meningcha shu tilimiz. Eng muhimi undan boshqa ifodalash uslubimiz. Cho'qim Amerikalikqa anglatish uchun Amerikalikning tilida va yoki shularning ifodalash usuli demoqchi bo'lganim, tilni albatta qaysi davlatga anglatmoqchi bo'lsak shu davlatning tilini anglatamiz. Ammo uslub jihatda bu xabarni qanday anglatish, singdirish jihatda o'zimizning uslubini saqlaganda ya'ni milliy kimligimiz degan bu mediada milliy kimlik bo'lmaydi. Ammo siz xalq uchun xizmat qilgan bo'lsangiz, masalan, bizning o'zimizning Sharq Turkiston elimiz hozir mavjud bo'lgan bo'lsa, masalan biz rasmiy ozod qilgan bo'lsak, xalqimiz bizga qarab huzur oladigan bir media shaklimiz bo'lsa, biz milliy media bo'lamiz. Shu xalqimiz uchun sunilgan. Ammo muajiratdagi biz bir tarafdan o'z xalqimizga uchur yetkazish bilan tang o'z xalqimizning ya'ni tatayotgan azoblarni, bularning orzu umidlarini ham yashayotgan shu davlatlarga taqtishdek ikki xil vazifamiz bor. Shu bu yerda cho'qim dopki vaslar Uyg'urlarning milliy mavjudligiga to'kib qo'shgan bo'lmaydi. Bu yerdagi qimmat qarshimizni qanday yetkazish, orzu umidlarimizni qanday yetkazish bu masala. Bu milliy kimlik, milliy xoslik. Ya'ni hatto bizning televiziya stansiyalarimizga Uyg'urchani o'rganayotgan, Uyg'urlarni yaxshi biladigan chet ellik yoki boshqa ellik, ya'ni boshqa tillik donliq riyosatchilarni, televiziya programmalarini tuzuvchilarni va boshqa xodimlarni qabul qilib ishlasak bo'laverdi. Kimda iqtidor bo'lsa, ishlasa bo'ladi. Menimcha bu yerda men bir Uyg'ur mediasi degandek bir narsani shakllantirish
şekillendiriş için bir bizge imkoniyat tehi hasıl bulmadı dep qarayman. Zor bir narsa albatta bu. Bütün Albatta. millet yani ben qanchilgan qatim dedim ilgirmamdi. Şu bizge o'xshash ishg'olga uchrab kechiringlar. Kiymiş Türkiye'de mesela nurgun chet ellik muhacirlar var mesela Suriyaliklar var, Mısır'dan kaçıp gelganlar var. Nüfusga nispeten vatanning keng cho'ng kichikligiga nispeten bizden nechasi kichik cemiyetler, devletler. Öz devletinde urush chiqqandan keyin kelib muhacirat yig'ilib, o'zlari yashagan shu devletlarda qanchilgan rasmiy kanallarni qurib, gazetlarni qurib, maxsus radiolarni qurib, qığını qarab men ba'zidan bizning millatning ta shu Türkistan Cumhuriyetlerideki devletlerden ta Amerika'gacha nurgun dünyanın her qaysi taralgan milyonlaş halkımız var. Şundaq bir xalqning aslida bir emas, bir devletga qarilib muhtoj bo'lib qolgan devletning himoyasida emas, qanchilgan kanallarimiz maxsus shu bo'lish kerak demak. 7-24 saat tarix tutadigan bo'lishi asli bir millatningki yani en aqalli burchicha muhaciratdagilarning. Buni men qilamaganligimiz men jiq so'rovlarda, yig'inlarda o'tirib qo'ydim. Afsuslangan ish yani. Yani armon o'tishlik darman yo'q damdi. Yüzlügen insanlar ishlaydigan aslında kanallarımız bo'lishi kerak. İnşallah Rabbim yetkazar. Biz bir kompüterdan yo'lga chiqib bilgan. Buni da bir tushuntirib berib qo'yish kerak deb qarayman. Biz yani xuddi millatlarni ko'p sonli millat, oz sonli millat deb ayirishga bo'lmagandek, bir davlatnimi ilqi coğrafiyalik jihatdan kichik yoki cho'ng davlat bo'lganligi uchun deb ayirmaymiz-ku. Hamda biz 30 milyonga yaqin Uyg'ur xalqi vatan ichida yashasa, yana bir 5-10 milyon sirtda yashaydi deb qiyos qilamiz. Yana qo'limizda bunda rasmiy statistiklik sonliq ma'lumot yo'q. O'zingiz bilganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning chet ellarga ko'chman bo'lishiga yo'l qo'yishi texi yaqinqi yillarda uzun bir mezgillik munqarizlik hayotimizda chet elga chiqish mumkin bo'lmay kelgan 80-yillarning oxirlaridan boshlab ancha-muncha savdo yoki o'qishga chiqqanlarning bahonasida vatandan sirtqa chiqib yerlashib qolgan Uyg'urlar bilan boshlandi-ku bizning yani mustamlika qilingandan keyingi muhaciratlik hayotimiz. Shunga muhaciratga kuchimiz boshqa davlatlikidek başka devletler bizge o'xshash shunda pasport masalasi, Xitoyning rejim masalasi ularga ancha uchrab ketmagan uchun ko'chmanlik hayoti bir qadar erkin bo'ldi deb qarayman boshqalarning. Biz selishtirayotgan shu millatlarning ularning eng boshda boylari chiqdi albatta, pul borlari texmi ko'p pul tepish fursatlarini izlab yoki o'qish fursatlarini izlab yoki texmi yaxshi bir yashash fursatlarini izlab. Bizdeki mesele asaslығы köp sanlıq, yani 80% köçmen Uyghur şu yerdə yaşayanmağın üçün, hayatı təhdid qalğanlığı üçün, köçkün üçün ularning qo'lida bir ravrus məbləğ yoxdu. Xoş. Şuna bu media degan pulni xashlaydigan ekanchi, rostga qilsam pul taqtilib ketadigan. Bu bizga o'xshash ko'chman millatlarning muqim bir biznes yoki uni support qiladigan yoki mablag' bilan ta'minlaydigan bir iqtisodiy kuchimiz yo'q yoki hukumat o'rinlari yo'q yoki ommaviy tashkilotlar yo'q bir nimaning ichida. Aştaq turibmi bizning yanala Uyg'urlarning ovozi bo'lib, Xitoyga tetaligidek ishlarni qilishimiz hammasi shu fidokorligimizning natijasi-ku. Hozirmi ham mavjud bu fidokor muxbirlar, fidokor taratquchilar. Ya'ni o'zimizning bo'lish uchun o'zimizning mablag'i bilan qurilgan bir yer bo'lmag'icha biz yana shu davlatning chiqargan mablag'ini kutib saqlab taraqqiyotimi tez bo'lmaydi ekan. Masalan, o'zimning Erkin Osiyo radiosidagi tajribamdan aytganda, masalan, şu vaqtida Amerikaning demokratiyasiga, erkinligiga, kishilik huquqiga ishinib Amerikaga hijrat qilishga hamda jur'at qila oldik. Ammo lekin Amerikaning siyosatlarining o'zgarishi bilan mablag' to'xtaganligi uchun, ya'ni shu hukumat berayotgan mablag' to'xtaganligi uchun Uyg'urlarning ovozi kesilib qoldi. Demak, siz boshqa hukumat yoki davlatning og'ziga qarasak, yana hozirmi shular bizga qilib berishga degan orzuda yashayversak, ammo bir kuni yanada manfaatimiz suvga chilishib qoldi ekan-chi. Shu menimcha hozir hamda kuchimiz xeyli kuchlanib qoldi. Bilishimcha 2015dan 2016dan ilgari sirtlarga chiqqan ya'ni tafovut xeyli yaxshi bo'lgan savdogarlarimizmi,
Karxanchilarımızmı az emasga chet ellarga chiqqancha o'zini yoshirib, hamda bir kunlarda chegara ichilib qolsa yana qaytib berib shu vatanda qurgan korxonalarimni, shu shirkatlarimni taraqqiy qildirmangu degan umidda pullarni yetib yine besib yotgan bo'lishi kerak. Men jiq angladim xalqlardan. Ama ularning mediadan iborat bir narsaga mablag' solsam, millatning kelgusiga, millatning ya'ni shu Sharqi Turkistonning bundan keyingi taqdiriga mablag' solganim deb shundoq bir ideyaga kelanmasligimi bizning mediaga kuchayolmayotganimizning, ya'ni o'zimizning taratqullarini taraqqiy qildirolmayotganligimizning yana bir sababimiki deyman. Bizning bu jihatda ishlashga tegishli xizmatlarimiz bor. Ya'ni medianın qanchalik roli bo'ladiganligi, millatni jasoratlantirish, millatni o'zining kimligi bo'yicha yashash, madaniyat va til, boshqa jihatdan kuchlantirish, avlodlarni qanday qilib shu yashagan davlatlarga assimilyatsiya qilmaslik degandek mushu jihatlarda o'ynaydigan rolining nihoyatda muhim ekanligini, buning bir strategik plan bilan cho'qim Uyg'urlar hammasi himoya qiladigan özümüzдің bir avazının, özümüzдің bir mediasının, bir emas hatta bir qançılığan, her bir devletlerde bir o'xshamaydigan yani tarqitish usullarını qo'llangan, ama o'xshash ideologiyada tarqitish berdigan, yani Sharqiy Turkistonning mustaqilligi meniki bosh nimam. Albatta. Vazifam uningdan keyin shu mavjudlikni saqlash, Uyg'ur bo'lib yashash, Uyg'ur avlodlarini saqlab qilish degan bu o'xshash ideyada manga alsak, g'oya birligi deb men davomli so'zlarimda olma. Bir g'oyaning ustida mayli fikrlarimiz boshqa bo'lsin, kuchimning yetishicha shu bir g'oyaga men jug'lanay desak, men qilamaydigan ish deb qaramayman. Chunki men buni cho'qim qila olamiz. Qo'limizda borni taraqqiy qildirishga mayli fikr beramdik, mayli mablag' beramdik va yoki kuch ajirtamdik. Bununla köngül bölüşünü her bir Uygur'dan tövençilik bilen sözleyme. Çünkü halkımız avazsız kalganda ümitsizlendi. Sırtnikini anlamaganda bizge köngül böldiğen hiç kim yokken dep ilki taqdirga tan berib jasoratimi bo'lmaydi. Bizning hech bo'lmasa xalqqa umid taqtishdek bir rolimiz bo'lishi kerak-ku. Shunga bu bek muhim bir narsa. Mening orzuyim, bundan keyingi hayotimdagi orzuyim shundoq bir Uyg'urlarning ovozi bo'g'idek, shundoq bir o'rinlarning qurilishi hamda men kuchimni, tajribamni har zaman unga atashga tayyor emasman. Mendekdan yana nurg'uni bor deb o'ylayman. Albatta. Yani bu sözlerimizden albatta nurg'un baylarımız bo'lib hamda media pul jiq ketgan bir soha bo'lganligi uchun ularga nurg'un uchur ketdi deb qarayman. Hakikaten siz degandek ba'zi ansirashlar bilan yaqin kelmaydi. Chunki ham siyosat bor, ham narsa bo'lgandan keyin bizning mediada ba'zi hamda shu puldorlarmi yaqin kelmaydigan qechib. Agar biz yaqin kelmasak, Xitoy hukumati shu biz yashayotgan ellardagi xalqlarni zaharlab, shuni ishtiryapti. Mayli Turkiyaning Ankara, Konya, nurg'un boshqa shaharlardagi shu turk medialari bilan o'tkazgan suhbatlarim bo'lsin, Türk yazarlar bilen veya ki Uygur eline tədqiq gələn şu Türk tədqiqatçılar bilen söhbətlərimdə sorğan suallardan həqiqətən Xitayning şu oynayatqan yani Mingzhu şərkətinin qandaqdır ançı-munçı bulağımı ilqi sual payda qılğan yani azraq bizni aşırı itbaramdiki degan gumanın qayıtıdan oturğa çıxıyatqanlığı meni ənsirtiyatdı. Şu bizmi vaqtni çiң tutub Muşu hiç bo'lmasa Xitoyga qarshi harakat qilamiz-mi? To'g'ri yo'l bilan to'g'rini anglata olsak-mi shu atrofimizga ommaga. Dunyoning hamma yerda xalq o'xshash-ku. Siz tushuntirib, siz qalbingizni ichib gap qilsangiz, ular anglaydi. Biz hukumatlar yo'l qo'ymaydi deyil deb emas, ommaviy usullarda, ommaviy tarqitish usullarimizda, medialarimizda yana xalq bilan ulana olamiz deb qarayman. Masalan, oldingi kuni bir Albatta İstiqlalning rəhbəri Abdulvaris Əpəndining təklifi bilan şu Türk medialarınınki həm tədqiqatçılarının bir yığınığı təklif bilan yəni bir nutq berishqa muvaffaq boldum. Nutqdan keyin şu hətta mediada ishlayotgan peshqadamlarga ular Arab davlatlarining da ularning so'rgan savollari meni hayron qoldirdi. Eng qisqasi bizning vatanda
Tungallardan farqli bir millat ekanligimizni, ular bilan farqimizning bizning munqariz qilingan bir tuproqning egalari ular bo'lsa Xitoydan musulmonga o'zgargan bir millat ekanligi u bizning oramizdagi manfaat bilan ularning orasidagi Xitoy hukumatining o'tirisidagi undaq bir manfaat talash tortish yo'qligi bu masalalarni hech kim tushunmaydi ekan. Uning ustiga ilqi Uyg'urlar kim, nima uchun bugungi kunda shu keng ko'lamli lagerlarga solinib, Xitoyninki zulmlarga, irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi deganning asli sababidan xabar yo'q ekan. Hatta bizning o'shada namoz o'qimaydiganimiz, diniy maktablarda o'qimaydiganimizdan bilmaydi ekan. Bizning orzularimiz, bizning mustaqillik kurish uchun 78 yildan buyon qanchalik shahid berib, qanchalik qon to'kkanlarimiz voqealardan xabar yo'q ekan. Chunki eng asosiy bilimlardan xabarsiz bu yani Arab ellerini bizga qoyil qilishimiz uchun Xitoydan bekerak harakat qilmasak, hatto o'zimizning ummat deb atayotgan, shu o'zini musulmon deb atayotgan shu davlatlardagi xalqlarmi bu haqiqiy ahvolni bilmagani uchun Xitoyniki rost deb qilyapti menimcha. Shu bizning arab tillik nurg'un yosh ziyolilarimiz bor. Turkiyadami ko'rdim arab tilini suvdak so'zlaydigan shundoq yaxshi shu ilm o'rinlarida olim bo'lib xizmat qilayotgan. Bular cho'qim arab ellariga Uyg'urlarni to'g'ri tushuntirish orqali Xitoyning propagandasiga qarshi turadigan bir jangchi bo'la oladi menimcha. Shu buningda bir rag'batlantirish ham yanada cho'giltib kelsak bir mablag' qiyinchiligi bo'ldi ekan. To'g'ri. Xitoy hamda shuni shu ansiraydigan baylarimizga bu yerda bir xitob bo'lsin. Xitoy iloh emas shu hamda. Uni sen ekranga chiqmasangmi, sening qilganingni bildirmay turib nurg'un ishlarni qilib o'talaysan amaliyotda. Albatta. Bu millatning nurg'un ishlarini hal qilib o'talaysan amaliyotda shu iqtisoddan bilan. Fondi tashkilotida qurilayotgan Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin bu fondlar pul beradigan boylar va yoki ashundaq fondini davomli yo'lab kelayotgan erbablarning hammasi o'zining ismi bilan bermaydi. Albatta. Biz musulmon cho'qim qilganimizni Alloh bilsa bo'ldi, boshqa demaymiz deymiz. Amaliyotda boshqa millatlarda o'xshash axloq borki, birini qilib qo'yib, o'nni ko'ptirib so'zlamaydi-ku. Ular uni bir insoniy axloq deb bilganligi uchun men shu foundationlar bilan xizmat qilish jarayonida, masalan, xalqaro inson huquqlari fondi, Oslo Freedom Forumni tashkillaydigan. Undan boshqa shu Heritage fondi deb, shu Miros fondi Angliyadagi bir qancha fondlar bilan nurg'un xizmatlarni qildik, media fondi. Ularga pul berayotganlar shu o'zi media kasbini yaxshi ko'rgan va yoki shundan pensiyaga chiqqan, yo'qsa yo'ldoshi boshqa kasbda pul topgan, puldor biri o'zi medianing adimi, shunday insonlar va yoki inson huquqlari nimisida shu qimmat qarshida inson huquqlarini cho'ng bildigan. Xo'sh. Shunday insonlarning untinsiz, noiti kamtarlik bilan kaynab turib, hech qanday medianing oldiga chiqmay, degan millionlarcha, billionlarcha pullar bilan butun dunyoning tinchligiga to'kib qo'shayotganligidan faxrlanib turib yashaydi ekan. Shu insonlarning o'zlari bilan so'zlashdim o'ltirib, nima uchun qilyapti? Bu meni pek ta'sirlantirdi. Bunday insonlar bizda ko'pda, Nurtay hojim, masalan, Musaboyevlar oilasi, undan keyin men vatandan chiqib ketgandan keyin vatanda ko'p yana bunday insonlar. Albatta, hozir vatanda bo'lgan bo'lsak, bu kanal masalan vatanda qurilgan bo'lsa, bu eng kuchli kanal bo'lib ketdi. Albatta. Shu mishada sizning javobingizga bu yuqoridagi javobga ko'raman, vatanliklar bir yerda turibdisan. Sizcha millatimiz, ya'ni diaspora degilar, medianing kuchini va qimmatini haqiqiy tushunadi, bildi deb qaramsiz. Dushmanimizning yuqori dedi, men dushmanimizning bu saga selayotgan shuncha bola mablag'ga qarshi biz nima qila oldik? Mushunda media sohasining eng yordamsiz tashlab qo'yilishida sizcha bizningki, ya'ni kimning xatoligi ko'p deb qaraysiz? Ya'ni tashkilotlarning, millatimizning yoki biz axborotchilarning xatoligi ko'pmi bu sohada masalan? Eng oddiysi sizlar masalan, ya'ni shuncha bola yil xizmat qilib shuncha bola kasb yetishgan insonlar davlat shaqqida turbining suyini etgan hamon sizlar artistdan boshlab masalan Amerikadagi bir yerdami, ya'ni nurg'un xalqimiz bir yerga kelib sizlarni yana bu harvoni, bu chaqni cho'giltishga ikkinchi kundan boshlab
Yani sizler taşlap koyuldular yani mesela. Ya biz xalqdan zada onu kütmedik. Elbette bizning içimiz ağırlığını bu axborot organi Uyg'urlarning ovozi bo'lib ishlayotgan Erkin Asiya radiosi yolg'iz bir xabar taqsidgan joy emas. O'z navbatida Uyg'ur tilini saqlayotgan va taraqqiy qildirayotgan bütün Uyg'urlarning arxiv, ya'ni ombiri desak bo'ldi. Hamma sohadagi uchurlarni topqili bo'lgan bir uchur arxiv ombiri. Bu ombar vayron bo'ldi. Bu qo'limizdan ketdi yani. Shu. Bu bek qimmatli narsa. Aslida biz diasporadagilar biz shunun qimmatini bilgan bo'lsak, istiqlolning ahvolini amiyat yani ko'rib turibsiz. Kelgandim yani ko'rdingiz. Shuni saqlanishiga yani buni darhol buni davomlashtirib turadigan mesela diasporadagilar mesela bu shunday medianing qimmatini tushunmaslik sabab yani buningki xatolik xalqdimi yoki biz axborotchilar sabab deb qarayman men kuzatishimcha to'g'ri bizmi shu vaqtdagi ommaning inkosimi bizni azdi ba'zan. Endi u hamma Uyg'ur vakillik qilmaydi albatta. Xitoyning kuchi bilan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Hatto ajab yaxshi taqvidiklar yaxshi bo'ldi deb Amerikadagi yashayotgan ba'zi insonlarning shunday to'rlarga chiqib ahmoqona so'zlarni qilgandan biz nim qilmadik, ko'nglimiz yerim bo'lib, ularning fikrini bak cho'ng bilib qilib ketganimiz yo'q, lekin afsuslandik-chu. O'zining millatining ichidagi shu pidodgar insonlarni bir qo'llamasa mayli, hech bo'lmasa tillamasa, hech bo'lmasa ayblamagan bo'lsa-mu, ma millatning bir sifatida bir ko'tarilish bo'lganini ko'ra oldik. Ammo shu vatanimiz qo'ldan ketgan zamondagi shu ahmoqonalikni, ya'ni vatanimiz uchun, ya'ni Hur Sharqi Turkiston uchun, Uyg'ur millati uchun badal berguchilarni, badal to'laguchilarni o'zimiz Xitoy hukumatiga chiqib, o'zimiz o'ltirib, o'zimiz shuna Xitoymi o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'yishdi. Bundaq tarix bak jiq takrorlandi-ku. Bizmi chet elda turib yana vatanning ichida o'yliq 200-ichi deganda toza millatimizdagi eng nachar xarakterlar suv yuziga chiqibdi-ku. Shu azroq dushmanlik valla bir-birini chiqib degandek. Odamning ko'nglini yerim qilgan tarbiya bu, lekin bir-birini qo'llab yo'shirib qo'ldiganlarmi az emas. Bizmi Erkin Asiya radiosi ancha-muncha shunday fikrlarga ko'z qirimiz tushdi. Ammo ko'pincha sonda Uyg'ur xalqimiz azoblandi, umidsizlandi. Bu bizni azdi. Millatimizning ovozining o'chib qolishiga bo'lgan bu afsuslanarli narsa bir yurak og'rig'i bo'ldi hammamiz uchun. Bu muhimdi. Az badal to'lanmadi. Bizlar emas, manlar emas. O'zingiz bilgandek oxirida biz demak xalqimiz haqiqiy tushunmaydi medianing kuchini. Tushunmasligi mumkin. Ya'ni va kutgan umidi bakchiq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Amaliyotga qaramaychi. Masalan, men bu ba'zi bir Uyg'ur ijtimoiy taratquv vositalari deb maydonga chiqqan qarindoshlarimizni hurmat qilib tirishchanligini texmi jiqqaysun degan yo'sinda ularni qo'llab shu Erkin Asiya radiosi taqilib qolgandan keyin muxbirlik nima deymiz, rasmiy Erkin Asiya radiosining xizmatchisi sifatida endi sobiq muxbirga aylangandan keyin azroq erkinlikka erishib bir qancha medialar o'zimizning shaxsiy ijtimoiy taratqularda gap qilgan bo'ldim. Savollar, ya'ni menga tushgan savollar qarsangiz, medianing asli xarakterini, ya'ni Erkin Asiya radiosining qanday qurilgan, qaysi doirada uchur taqdi olaydi, bulardan xabarsiz ekanligini bayqab qoldim. Ya'ni bir Amerika hukumatidagi bir hukumatning kongressidan tasdiqi bilan xalqdan, ya'ni boj orqali yig'ilgan puldan ayrilgan bir qism nima bilan qurilgan bu radioning qanday chek-chegirasi borligi. Bu narsalardan ancha xabarsiz bo'lg'achqa Sharqi Turkiston demidi, nima uchun Sharqi Turkiston demaydi bular, debli keyindan xoin, ya'ni biz nima degan sifatlashlar bilan ayblashlar to'rladiki. Bu xalqimizdan biroz yani izlanmaydiganligi, biroz nodonligimizni yani ko'rsatib berdi endi. Bir narsaga berishdim bu ya, burun uning orqa ko'rinishi, nima uchun shunday bo'lganligi, kim u, qandoq degan savollarga bir yaxshi javobni topgandan keyin endi bilmaydigan narsalarni so'rash kerak deb o'ylayman. Har qanday bir masalada. Shunga biz tek pishib yetilmabdik. Xalqimiz ham shunday.
Balkim biz kutgan joydan to'liq chiqib bo'lolmagan bo'lishimiz mumkin, ammo ishoninglarki, Uyg'ur xalqiga men va yoki mening xizmatdoshlarim sobiq hammasi kuchining yetishidan oshirib xizmat qildi. Albatta maash berdi, maash bermagan bo'lsa ular ishlamaydi degan gaplarni ko'rdik. Amerikadagi bir davlat hammani qazga olsiz, uydan tortib, mashinagacha, bolalarning oliy maktabda o'qitish pullarigacha bankdan qazilib. Amerikadagi bir rahimsiz iqtisodiy bir davlatdan u yerda reallik endi uni to'lamasiz yaşayamaysiz endi shunday bir holatda. Evet, siz ko'chada qolasiz. Bizga berilgan maoshmi faqatla hayotimizni normal yashashga yetadigan bir maoshdi. Ash fidokor muxbirlarimiz agar vatanda bo'lgan bo'lsa, professordan yuqori darajadagi xizmatlarni qildigan nihoyatda oliy hayot, ya'ni sifati bo'lgan mundaq insonlar bo'lgan bo'ladi. Ularga jiq badal to'ldi. Xo'sh. Shu bu yerda beriyotgan bedel bilan erishganning o'rtasida cho'ng farq bor albatta. Biz maash uchun ishlaganlar emas. Biz ya'ni ovozsizlarning ovozi bo'lish uchun ishlaganlar. Shuning uchunmi qalbimiz shunday azoblandi bu ovozdan o'chib qolgan. Lekin ishonamanki, u yerda yetilgan muxbirlar uzun yillik hammasi tajribaga ega. Agar fursatli bo'lsa yana o'zininki ya'ni shu g'oyasi bo'yicha yana xizmatlarni xalq uchun, ya'ni Uyg'ur millati Sharq Turkiston uchun qilgan xizmatlarni o'zining kasbidimi, o'zining asli ona kasbi deymiz, bittagan maktablar o'qishi, tarixi. Shuning asosan yana qilib ketalaydi. Muxbirlik, tahrirlik, muharrirlik xizmatlardimi? Nada shundoq media ichilsa, menimcha cho'qim o'zining kuchini chiqara oladi. Qarayman. Inshaalloh, menga shundoq bir vazifalar kelsa, yo'q demayman albatta. Hammamizning burchi. Sizlarning istiqlolni qo'llash, bor bo'lgan narsamiz bu bo'lgandek. Bor, mavjudmi? Mavjud, mana hammamizning burchi deb qarayman. Chunki ko'ryapman, mush Turkiyaning o'zida 50 mingdan 70 minggacha Uyg'ur sizlar orqali uchurga erishdi ham deb. Boshqa chet elni qo'yib qo'yib turaylik. Ashning o'zimi bak cho'ng bir ijtimoiy to'pliq xizmat qilganlik uchun sizlarning teh kameralaringlar yetishib bo'lmagan nurg'un hikoyalar bor-ku, men sezdim. Albatta. Bu ilqi chiroq tugi qorong'u deb sizlarmi ilqi balkim jiroqdagi narsalarga qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Mening fikrimni so'rasangiz, xalq qancha yuzlansangiz, bu yerni texmiz sirtqa tushundirsak, menimcha yuzlanish uchun ilqi narsalar. To'g'ri. Shuning uchun ko'rmaganligi uchun, bilmaganligi uchun ba'zilar xato qarash, xato nimalar bo'lib qolishi mumkin. Men bir misol, mana birinchi qitim Uyg'urlarimizning ichiga kirib, o'z ko'zim bilan ko'rib, o'z qulig'im bilan anglab, tetib ko'rib, ularni quchoqlab, ularni purab, hamma nimasini sezib bilgandan keyinki hissiyotimni shunday o'kinli hayajonliq ifodalab ketibman. Asli muxbir bo'lish sifatim bilan o'zimni tutib olishim kerakda, sizdan kechirim so'rayman. Ammo chin hissiyotimda men bir muxbir bo'lish emas, men bir Uyg'ur qizi, Uyg'ur muhajiratga bir Uyg'ur qarindoshinglar bo'lish sifati bilan o'z hissiyotimni shunday tabiiy ifodalagandim. U yerda hech qanday boshqa nima yo'q, ko'rginim deb berdim-ku sizga. Men ma'ni ko'rdim, boshqa mening hech qanday birsiga qartilgan hujum so'zim va yoki hatto baholamadim. Faqat his qilganim shu, qo'rqmanglar. Menimcha Uyg'urlar tushunishni xohlasanglar, bilishni xohlasanglar, bu hamshirlarimizning orasiga kiringlar. Ular shunchalik mehribon, hech kim sizlarni tishlamaydi, yavamaydi dishdan degan bor o'zimizning tilida, lekin meni bek ilqi qiziq tuyuldigini ko'rmay turib, bilmay turib, nima uchun ba'zi fikrlar agishib ketadigan odamjiq deyman. Bu xil ilqi salbiy fikrlarni o'tirib qo'yayotganlar bir necha tallam. Ammo qarasangiz agash kuchlar xili borchu. U agash kuchlarmi bu to'pliqni bilmaydi u, ya'ni. Shuni tushunmay turib, tadqiq qilmay turib fikr berish huquqimiz yo'q. Jig'inchoqlab aytganda. To'g'ri. Xo'sh. Hamda shu biz Xitoy ishg'oliyatdan buyon irqiy qirg'inchilikni davom qilyapti albatta. Ya'ni uningki ba'zida vahshiy inson tasavvur qilsiz bo'lgan bo'lsa, ba'zida samonning ostidan degandek. Ammo qirg'inchilik to'xtamadi.
2016'dan keyingisini biz bu qirg'inchilikning yangi bir qadam bosqichini dunyo ko'rib tunib yetgan bo'ldi hamda. Bunda bir hisoblasak, aradan bugun 10 yil o'tgan bugungi kunda 2016'dan tortib. Hamda dunyodagi ko'plagan davlatlar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan parlamentlar masalan shunda bir vaziyatda hamda. Sizce yani bizning mediamiz yani şu Uyg'urlar qilayotgan yoki Uyg'ur axborotchilar biz mushu bosqichlarda biz axborotchilarning mediamizning to'kisi bo'ldi deb qaramsiz ya? Albatta bo'ldi. Bek zo'r bo'ldi hatta. Agar medialar bo'lmagan bo'lsa, mayli Erkin Asiya radiosi olsun va boshqa mushu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini yo'g'irtgan medialarning xabarlari bo'lmagan bo'lsin, Xitoy hukumatı ashundaq jimjit holda sukutda bizni yo'q qilib yetalatdi. Shu xil ko'lamdagi lagerlar bilan, shu qatma-qat rejim siyosat va sistemalik bu bostirishlar bilan, ya'ni biz vaqtida mushuni xabar qilaligimiz, egallaganligimiz, botir xalqimizning hayotining xavf uchirishi qarmay bizga uchurlarni beraligini uchun buni anglata oldik va biz yangdik mundaq aytganda. Oshunda oz kuch bilan Xitoyning oshundaq cho'ng bir kuchini hamda 20-30 muxbir mundaq aytganda Xitoyning millionlarcha pul xashlab minglarcha insonni ishlatayotgan medialari, media emas, ularning tashviqot qurollari deylik. Hatto CGTN deganda kanallari Amerikada bor, butun Yevropa ellarida bor. Yana o'xshamagan ashundaq ommaviy ismlarni qo'yib olgan, ammo hukumat boshqurishidagi taratqularmi yuzlarcha bor-da, har bir davlatda. Ashlarning hammasiga qarshi biz adolatni anglatganimiz uchun, biz shu zulmlarni anglatishga jur'at qilaligimiz uchun, oilamizni so'lab qo'yib o'ltirib yetibasmi, ashunga jasorat qilganimiz uchun biz yangdik. Ya'ni biz haqiqiy ovozsizlarning ovoz bo'lishini mushu 2016'dan keyin bakarak joriy qildira oldik deb o'ylayman. Buningda yolg'iz bizlar emas, Uyg'urlarningki mushu ijtimoiy taratqullari, qo'l telefonlarda tarqatilayotgan mushu do'yin ubulardan uzib ilingan videolar mushlarni zo'r to'k bilan qo'shdi. Buni tadqiq qilib rasmiy statistika qilib chiqarish kerakdi, ammo qilmayapmiz. Mushu hatto vatandagi kechilab do'yinni izlab, masalan, qaysi ko'rinish medialarga foydali bo'lishi mumkin, mush haqiqatni anglatish qilib, kechilab bosh telefoniga qarab, boshqa telefonni ilib uni so'zlashmay, faqat Xitoyning shu ichidan chiqib qolgan uchurlarni izlash uchun mashg'ul bo'lgan hech kim maosh bermasimi? Ilqi milliy burchi o'zining ota-onasiga, qarindoshlariga bo'lgan qarindoshlik bir burchini ado qilish uchun ashundaq o'tag'anlardan yuzlarcha insonlar borchi. Uning ichida masalan Zumrat Davud xonim, men ashta deyman, asli maosh berish tegishli bu qizga bizning Erkin Asiya radiosini davomli ishlatamiz-ku, suratlarini Zumrat Davudning yuzlarcha bor. Masalan bizga keldi har xil ashta uchurlar, bularni cho'ng rol o'yindi. Demak, hammamiz tang kuchsak, g'alaba qila oladiganmiz. Bu mediadagi ishlayotgan bu odamlarning hammasini bugungi dunyodagi Xitoy bilan bo'lgan ko'rishimiz media ko'rishi, ya'ni media urushi bo'lgan bo'lsa, bizlar mushu qo'lida mayli telefon bo'lsin, mayli boshqa uchur vositasi bo'lsin, Xitoyning zulmlarini oshkorlayotgan har bir qarindoshimiz jangchi. Oldingi saptiki, ya'ni media urushidagi jangchilar bular. Bular u qadar pedagogki vatandagi urug' tuqqanlari o'zining bexatarligi hech nimani bir yoqqa qarab qo'yib turib, faqatla vijdoniy milliy burch uchun xizmat qildi. Bularning hammani bir kuni bo'lsa mukofotlay oladigan shundaq bir fondlarimiz ichilsa deb umid qilaman. Ishqib ko'p badal to'ldik, ammo biz yangdik bir mazgil. Ya'ni millatimizni erkiy qirg'inchilikdan biroqlam o'ltirib etishdan biz qutqizib Xitoyni yo'q bu lagerlar emasdi, bu degan tarbiyalash markazlarida. Mana bularni ishga o'rinlashtiryapmiz deb qorong'i turmalarning ishiklarini ichib ozroq bo'lsa-mu xalqimizni uyabiyalarga chiqarib ishlatishga va yoki lagerdan uylariga qaytarishga sabab bo'lgan omilning birisi mushu bizning mediadagi jangchilarimizning g'alabasidan deb qarayman men. To'g'ri. Bu so'zni degan vaqtida men yana shu qaysi kuni bir qancha kun burun
İstanbul'un ma'lum bir yerdə bir vatanda yangi chiqqan bir Uyg'urman. Men tunmayman, meni ekrandan ko'rib turgan bir xalqimizning ichidagi birisi ekan. O'z vaqtida 2016dan burun Turkiyaga bola chaqalar bilan kelib, cho'ng bir tijoratchi ekan hamda. Balalarni qo'yib shu vatan kirib chiqaman deb kiriblam 2016da shu nima lagerga tutilib, u yerda ishning kunini ko'rib, turmalarda yetib, keyin shu yaqinda chiqib, shu chet elda mening mol dunyolarimiz shu yerda bor deb bir shaklda hamda shu o'z vaqtida bijirib qo'ygan pasportim bor dedim. Aynan şekilde çıkıptı. Qısqası bir yerdə mənə bütün işdə bolğan jarayonni anlatdı. Müş chiqqandan keyin men to'xtamay sizlarning narsalarni ko'rib o'taman dedi. Uning keyin müş ijtimoiy fikr vositasidagi har xil narsani ko'rdim, ukam deb ashidab o'zi kelib men bilan ko'rishdi. Men tanimagandek bu kishini. Men shundan bunday yaqinda chiqdim. Men balkim yaqin zamonda sizlarga guvohlik berish uchun kelishim mumkin dedi. Ondan keyin dedi, turmada Xitoylarning sizlarning qilayotgan faoliyatinglar to'xtamay mediada shu qilgan namoyishinglar, bergan guvohlik, uning keyin xalqaro shu axborotlarga chiqib dunyoda kun tartibga kelgandan keyin Xitoyning shu puti shu Xitoylar put ko'ygan to'qida bo'lib ketdi. Biz turmada lagerda buni dunyoda nurg'un inson bu namoyish qilgan nima qildi, bu shu media qilgan nima qildi degan shuna ijtimoiy fikr vositalarida ayni gaplarni anglab shuna ko'nglim yerim bo'ldi. Shu ajoyib ish qildinglar. Çünkü bizni Xitoylar o kadar şu besim tekshirish kelgan vaqtida shu butun lagerlardagi shu tumir ishni palaniyadan bir narsa keldigan tekshirib deb bo'g'ishdi. Bir damda nurg'un ishchilarni akab bir kechida shu o'zgartib sahna buzib sahna yasa shuna o'tib turmadi. Yani endi bir narsa qilib ular ketgan hamon bir kechidan ichida yana tumir lishatkalarni o'rnatib qilib bo'ldi. Tulla shunda vahshiy bir holatga akib o'tdi. Ola bir yer kildigan deb bo'g'icha shu hamon o'zgartib xuddi shu gullik gulistonlik qilib biz video ko'rdik. Hamma shunda rohat, chiroyli kiyimlarni kiygizib, meva-chevalarni tizib o'tib, ashunda sahnani tuzish bilan mashg'ul bo'ldik biz turmadagilar dedi. Shu chet eldagilarning qilgan sizlarning xizmatinglar sababli buni biz turmadagilar hamma xalqimiz biladi buni. Muşunun kıymetini bilmeydiğanlar o bu dep sözlep berdi şu anda. Demek yani sizge mi ilham bolgan? Yani o acayip yani bu. Elbette xalqdan inkası bizge acayip ilham berdi. Şu. İlham buldu. Men bu qitimqi safarimda Turkiyaga kelarkanmasdan xalqimizdagi qizg'inlik qarshi ilishdagi ko'z yosh qilib, hatto nadi nutq so'zlasham shu yerga agishib berib 5-6 nutqqa qatnashgan qarindoshlarimiz bor. Sizni yana bir ko'rib olaylik, mush gaplarni yana bir anglab bir umidlanaylik debdi. Xalqimiz qilganini bildi-ku. To'g'ri. Ilqi bek ko'zi nurliq, ularni aldiyolmaysiz. Samimiylikni biladi, aldiganini biladi. Hem ashlar deyotdi ki, shu odam dedi ki yani, men chiqib, men mushu 5-6 oy o'tib taqiyagini. Men mushaga Turkiyada mesela dedi, mushu atrofimda qarislar o'zi yashayotgan joyini deb. Ama vatanda yangi chiqqan bizning vatandagilar fursat topsa, kecha kunduz ko'ramiz bu narsalarni. Bu yerga yerlashib, mushaning vatandosh bo'lgan nurg'un insonlar texi ular sal qaraydigan bu ishlarga. Bu mediaga, bu so'zlanayotgan narsalarga sanki bo'sh quruq ish qilayotgandek Asli unda qilmaslik kerak. Deb qaqshyapti-da endi. Shunday. Afsuski, bugungi kunda birisi kelib, "Nim bo'ldi, beshinglar, nim uchun bu kun keldi?" desa, ashuni to'g'ri usulda qisqa ixcham qilib so'zlab bera oladigan Uyg'urlarmi oz. Chunki agarda bizning mush medialarga diqqat qilib boshdan oxir bir ko'rib chiqsalar, o'zi haqida, millat haqida, bugungi vaziyatimiz haqida nurg'un bilimlarni egallay oladi. Chunki shu uchurlarning ichidan. Aldığımı bir skep voy sen Uyg'urmi? Ha, Uyg'ur. Nima uchun va sizlarni Xitoy bostiryapti, irqiy qirg'inchilik qilyapti desa, uni tushuntirib bera oladigan azroq bizda uchur bo'lish kerak tarixiy. Ya'ni kimligimiz, tariximiz, madaniyatimiz, Xitoydan qanchalik farqlanligimiz, nima uchun bugungi kunga qadar mustaqillik orzularimizdan yonmay kelayotganimiz, bu narsalarni qisqa ixcham jilnomalar bilan sonliq ma'lumotlar bilan deb berish, yod bilish bugungi kunda har bir Uyg'urning burchi. Chunki sizga mikrofon tanlangan amal so'zlashga aktiv bo'lishingiz kerak. Kayniga o'tib olmaydi-ku. Biz hammamiz bir jangchidek harakat qilmasak, millatning mavjudligi haqiqatan tub yildizdan yo'qitib holatida turyapti. Ashnimi bayqayolmagan bo'lsak, albatta. Endi
kelgüsüden qandaq söz açımız bu bək təsəmdi. Şu. Uyğur tilidimi ravan sözləyənmişsə, əgər özünün təqdirini, öz yaşavatqan dövlətlərinin mi tildi ravan sözləyənmişsə, qandaq boludu? Şu dövlətlərdə siz köçmən olub yaşavatqanken siz o dövlətin tilini bilişiniz gerek. Eşimiz qısqıca alda şu yerdeki adamlarga ətrafınız kişilərə bunu yetküzüş sizin burçunuz. Milli burç bu. Bugünkü gündə başqa iş qılamayımız. Xoş. İmkaniyet bulmayıvatıdı o hazırgıça. Şuna qılalaydıqımız ne? Raurus qılaylı. Vayığı yetkizip qılaylı. Anıdakın yeni bir baldaq örləyimiz. Şuna qoy. Yeni rıqabetlərə, yeni tayarlıq bilan yüzlənişə toğru keldi. Lekin hazır aldığımız qılalaydıqan işimiz özünüzdə tonun iş şumsa mən kim, nima üçün Xitay meni öldürmə yoxdum ədatımı. Muşunu bilmişsiniz, ballarınızga mı qanda düşəndirib vermişsiniz. Bu hicret hayatınızda nimişki başlığınızda balınız mı bilmişse, ertesi ballarımız bizden nefretlindi. Nimişki beni bundan küngü koydu. Vatanımız nimişki yaşa vermedi. Şuna o. Onun bir cevap dayarlaş gerek. Kimsen, nimini saklaşımız gerek, nim için saklaşımız gerek. Bu nesne aldığımızda kitaplap duruptu. Çıkıvatkan doklatlar duruptu. Abay dediğiniz bu şu namayiş kılıp, özünün ailesi uçurgan zulümlerini sırtlarda anlatkan, medyalar çıkkan ve namayiş kılgan muş balların hemmesi bir bulup medyalarda verilgen haberlerini ispatlap Şu. birlikte anlattık bu nesni yalnız anlatamaydık. Erkin Asya Radyosu'nun küçüğü yalnız yetmeydi. Bir yerde bizni kollagan şahitler var, bizni kollagan ammının fikirleri var, bizni kollap evetilgen videolar, xatlar, avazlık, uçurlar, delil, ispatlar var. Şunun bilen biz bu jangda birlikte, yani medya jangida g'alaba qilib hamda irqiy qirg'inchilikning shiddat bilan elib berilish surtini ostida oldik. Ama yana devam qiladi. Devam qilyapti. To'xtatamidik. Biz ilam to'xtatamidik. Shuning uchun biz to'xtab qolsak bo'lmaydi. Chet elda biz so'zlay olamiz, bizning qila oladigan ishimiz zoti bu. Biz ish bo'lmasa shuni qilaylik-da. Albatta. Biladiganlarimizdan anlatish bu vazifamiz bor. Shuni bundan chekinsak hamda bu insonlik nega ketadi? Onu ben birdim delemeyim. Keyin kelgüsümüz qandaq boldu. Şu işimiz her birimiz özümüzden qılalaydigan işimizni qilishimiz kerak. Albatta. Sizga mi? Allah razı olsun. Rahmat. Yalqız sizning mi uzun muddat yani 20 yılga yaqin shu mediada xizmat qilayotganingizni bilmay. Keç gündüzlab ishlayotsizlar, operatorlarmi shundaq ekan. Qiyin sharoitlardami, hech nimadan qaqshimay. Shu az odam kuchiga qaramay bunchalik bir ta'sir kuchini qo'zg'ayolganinglar nayt yaxshi, ammo sizlardami nurg'un kamchiliklar bo'lmay qolmaydi. Albatta, kasbiy jihatda xalqaroliq saviyadagi axborot e'tirof qilinadigan bir uchur vositasiga aylanish uchun yana nurg'un tirishchanlik ko'rsatishingiz to'g'ri keldi ekan, mening ko'rsatishimcha. Mayli muxbirlarning xabarlarni yetkizish uslubi bo'lamdi, tanlash bo'lamdi. Nurg'un taraflarda yana taraq qilishinglar to'g'ri keldi. Buning uchun yana mablag' va odam kuch ketadi albatta. Shu hammamiz bir yerga kelsak, hammamiz kuchimiz bir yerga yig'sak, bu mumkin emas ish emas deb o'ylayman. Shunga davomli tirishinglar. Biz bu kuchimizdan yetishicha yordamda bo'lamiz inshaalloh. Albatta. Ben yani şu iki kişinin görüşken ahırkı gibini yani dey unutup kalmayı. Qaysi iki kişinin? Aşım yakında ben görüşken dedim ya. Yeveten de yana çıkan. Ama aşı dedik ama bulup mu şu Xitay virüsünü bahane qilib mu Xitay biz ijtimoiy fikr vositida shu vaqtlarda ko'rgan tuqqal kan ketgan zamonga selib etgan lager üstündeki öyle Uygurlar solaş üçün. Yani o hesapsız bütün Şarkı Türkistan'da onda yadım 5 yıl selib etken dedi. Nurg'unlari quruq qaldi. Mushu maslik deb qo'yadi demdi. Ashunga mush chet eldagilarning qilgan shu guvohlik, shu to'xtamay mediada uni kun tartibga keltirgan ekan nurg'un davlatlar Xitoyga besim qilib. Yani hozir ham davom qilayotgan bo'lsa, nurg'unlarga odam akramay shu nurg'unlarni buzib etdi. Ashlar mush chet eldagi sizlarningki
to'xtamay kuch chiqarganligini Xitoyga besim shakllantirganligini uchunda. Shu men bu yerda yana nurg'un o'sha bugun yangi chiqayotgan bu ekrandan hozir bundan foydalanib shu anglayapmiz hozir. Shu lager nimesda Xitoyda ishning kunni ko'rgan nurg'un ishlarga shohid bo'lgan yangi chiqayotganlarimiz bor hamda. Bularni to'xtavsiz bundan keyin media orqali Xitoyga besim shakllantirish uchun ashlarning guvohligimi intayin muhim. Bu ekranda men barliq shu yangi chiqqan ashundaq yangi ma'lumotlarni bizga beradigan, uchurlarni beradiganlar Xitoyning hozir vatanimizda shu ko'zbo'yamchilik qilayotgan bu siyosatiga qarshi aniq mana falan vaqtida chiqdim mana mushlarni qildim deb yangidan bir to'lqin Xitoyga besim shakllantirish to'lqini hech bir zaman ojizlashib qolmaslik kerak. Shunda bo'lganda Xitoyning ishikni ichib etishi biz ichib etishini biz unumli foydalangan bo'la olamiz. Bo'lmasa Xitoy ishikni ichib yanada bizni bostirish uchun qo'llangan bo'lib qoldi. Demakchi uchur bak muhimchi. Bugungi kunda texmi muhim. Shuningga ishikni ichib etilganligi amaliyotda uchurlarning ichib etilganligidan derak berdi. Berib kelganlarning ko'payishi bilan Xitoyning propagandaga ishiltish, ya'ni ta'tir tashviqotga ishiltish ehtimolligi yuqori bo'lsa-mu, ashning ichida haqiqiy dalillar Xitoyning bir ikki dalil Xitoyning yuzlarcha yog'inni yaga urdi, yo'q qildi. Shu buning ishonishimiz kerak. Bo'pmi bugungi kunda texmi muhim chunki Xitoy yaqinda necha kun avval Millatlar Ittifoqligi qonunni e'lon qildi. To'rlardan ko'rishimizcha Uyg'urlarni yana qaytadan sotlash, ta'qiblash ularning ilgirki qilmishlarini aniqlash harakatini 30 yil qadar orqaga surib, yana qaytadan tutqun dolqunni boshlab o'tibdi. Mushtaq vaqtida texnik xalqimiz texmo bizni uchurlarga ko'maytish kerak-ku asli medialarni. Mayli siz ismingiz bilan berang, bermang, bizga uchur muhim. Nima bo'lyapti zodi? Hozirgacha ma'lum emas-ku yanalar. Shu. Lagerlardagi turmalardagi qo'yib berilmagan insonlarga nima bo'ldi? Bu texi aniq emas. Yana ular beshidan nima azoblarni o'tkazdi, qanday xo'rliqlarga uchirdi. Bu vaqtda davomli biz xalqaro medialarni xabarlantirib turishimiz kerak va ularning nazarini, apparatini bizning Uyg'ur eliga, Uyg'ur xalqiga qaratish uchun harakat qilishimiz kerak. Buning uchun hammamiz qo'zg'almasak, buni bir ishkadan bilan qilib bo'lmaydi. Shu, to'g'ri deysiz. Endi shu tashkilotlarning masalasida bir savolim bor. Tashkilotlar haqida to'xtaldik uni. Men hech bir tashkilotga a'zo emas. Muxbir bo'lish bilan men faqat kuzatuvchi. Chunki mediaga nisbatan shu dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarning shu axborot Uyg'urlarningki shu axborot mediaga sohasida xizmat qilayotganlarni qo'llash yoki kuchaytirish nuqtasidan tashkilotlar qanday qaraydi demak. Bakchiq masala bor bu yerda. Hamma to'kishimning ojiq o'tgan katta. Bundan keyingisini qanday qilamiz? To'g'risida boshqa turishimiz kerak deb o'ylayman. Ba'zi kuchligarak, ya'ni iqtisodiy ta'minoti demdik, boshqa davlatlar tomonidan berilgan ta'minot jiqaroq bo'lganligi uchun tashkilotlarni kuchliroq ko'rinayotgan ahvol bor. Chunki ular shu medialarga mablag' solaydi, ularni chaqirtib akilaydi, shunaqa bir yig'inlar ochilsa. Agar sizningki u tashkilotning iqtisodiy manfaat, iqtisodiy kirimi az, mablag'i az bir yer bo'lsa, chet ellardan, medialardan siz odamlarni taklif qilib necha kun mehmonxonalarni o'rinlashtirib, uni qilib bulamaysiz. Undan bo'lgandan keyin siz ming to'g'riga qilsangizmi, mediaga chiqmaydi, agachkichilar az bo'ladi. Ma ancha jiq ish qilmasimi, puli jiqaroq tashkilotlardan o'zining tashviqotiga kuchayotganligini ko'ryapmiz. Biz asli nada to'g'ri ish bo'layotgan bo'lsa, shuningga hammamiz mablag' silib, shuni kuchaytirib, millatimizni nima narsa ilg'orlashtirib, nima narsa birlikka akillaydigan bo'lsa, shularga kuchimizni atishimiz kerak. Ammo ba'zi vaqtlarda shaxsiyni ko'taradigan yoki shaxsni tushiradigan, mediadan jiroqlashtirish uchun rol o'ynaydigan yoki aslida unchalik natijasiz narsani, masalan, palani tashkilotning palani boshlig'i, palani hukumatning bunda adam bilan ko'rishdi deganni xabar qilamiz. Bu xabar emas.
Men mi dedim ökünde Ankara'da boğan faaliyetlerde biz tek neticeye erişmedik. Bu yol fakat. Biz tek erişmeye durup haber kılsak Xitay derhal berip aldığımızda itidu akını falanlar bilen nima qilib ko'rishibsan nima deyishdi. Bunun bir ish qilib bersan aramızdagi munosabat buzildi deb tahdid silish qilib foydaliqchi. Çünkü ba'zi ishlarni yoshirin berish kerak, ba'zi ishlarni yani oshkor qilish kerak. Ilg'i menmenchilik bu xarakterimiz Uyg'ur millatimizga e'tirof qilinmaslik va kuchlik bo'lg'ash shundami? Men e'tirof qilinaman deb shuning uchun kuchamdi. Ilg'i baldur xabar qilib ish qanday natija qozonmay turib, andan o'zimiz xalqning qalbida bir yetakchi rahbar turg'izmiz deb tashviqot orqali kuchash, amaliy xizmat oz bo'lish. Bundaq narsalar davom qilib keldi. 30 yillik kuzatishim jarayonida tashkilotlarning ojizligi bu. Xalqning ichidan chiqadi rahbar deganchi. Albatta. O'zligidan xalq o'zi qo'llab ko'tirdi. Bizning xalqimiz shunday qilib kelgan. Xitoyning Kommunist partiyasini o'zi tanlab qo'ygan yoki o'zining manfaatini kuchlantiradigan insonlarni tanlab o'tirg'i chiqarish bu kommunizm ingidagi rahbar tanlash. Shu men buning bak qarshi. Hamda ko'p turib so'zlashga texmi qarshi endi. Qilmagan ishni boqib ko'rsatib ham ashtaqilqi yo'q ishlarni kuchaytirish orqali aslida ovoz beriladigan nurg'un muhim ishlarni pastga besib o'tish uchun bu narsa cho'qim isloh qilinmasa bo'lmaydigan bir narsa endi. To'g'ri. Bu mediada qancha kuchsakmi shuncha bedellarni to'lagan Erkin Asiya radiosimi shunday ishlardan mustasno bo'lamidi ba'zida-chu. Cho'ng iqimga ergishib qoldigan chunki ovoz yuqori chiqqandiki shuning to'g'ri o'xshaydi deb shu yoqni bakarak ko'tarib qolgan. Shunda ahvol jiq bo'ldi. Bo'lmasa pargna oqida badal to'lab ishlayotgan ne odamlarimiz bor. Ular jimmida tinishqina o'zining ishini davomlashtirib ketyapti. Mishadimi qizlar bilan ko'rishdim. Sog'lomlik, ayollar sog'lomlik nimasiningki gruppasining qizlari bilan ko'rishdim. Masalan, jurnal, kitob chiqarayotgan bolalarni chet el tillarida, turk tilida va boshqa har xil bilimlar tarbiyalayotgan maktablarni ochgan qizlarimiz bor. Minglarcha, ya'ni Uyg'urlarni Qur'on o'qitayotgan, masalan, shundaq nima deymiz, nihoyatda foydali shundaq xizmatlarni jimmida qilayotgan nurg'un ayollarimiz borki. Asosligi ayollarni ko'p ko'rdim Turkiyada, chunki shundaq aktiv xizmat qilayotgan. Ama qo'llash bek az ularni. Ular iqtisodiy manfaatni deb qilmaydi bu ishlarni. Shundaq bo'lsa-mu, shu o'qituvchilarning vaqtini, chiqargan shu kuchini hurmatlash kerak deb qarayman. Eng qisqasi, shu yuzlarcha bolalarni, yetim bolalarni tarbiyalayotgan o'qituvchilarmi asosan maosh olmagan, asosan damilish yo'q bir holatda, yana ash bolalarni o'zining bolalaridek tarbiyalab o'tibdi, parvish qilib o'tibdi. Meni bek ta'sirlantirdi ularning fidokorligi. Turkiyaga kelib, o'sha har bir tashkilotning ichiga kirib, ayollar qilayotgan xizmatlarni tekshirib chiqsangiz, Uyg'ur ayollaridek fidokor onalarning ayollarning yo'qligini his qildi ekansiz. Ajoyib, esil qizlarimiz, ayollarimiz borki, umidim shu istiqlol ekranidami shundoq fidokor ayollarimizni qarab ko'rishni orzu qilman. Shularg'imi nazaringlarni ag'dirib, ularning qilayotgan ishlari orqali texmi ko'p ayollarimizni, qizlarimizni, butun xalqimizni rag'batlantirsak degan orzudaman. Albatta, albatta. Ko'p rahmat. Haqiqatan shu deganingizdek ba'zi masalalar siz bak muhim bir nuqtaga diqqat tortdingiz. Nurg'un tashkilotlarimiz faqat mediani shu o'zlari qilgan faoliyat, bu ziyoratlarni ham darhallam shu kunlam chiqarish, shuni to'g'ri taqitishni bir tashviqotning bir jumlasidek qarab qolganlik. Hatto ba'zida da'voga ziyon beradigan nurg'un ishlar va dushmanga haqsiz uchurni oldin ola, ya'ni bir ish natija chiqmay turib yo'llab berishdek bir ish hamdi haqiqatan. Xatarlik hatto. Xatarlik aslida. Nurg'un ishlar. Strategik bo'lish kerak nurg'un narsa. To'g'ri. Xo'sh, endi programmamizga oxiriga kelib qoldik. Endi peshqadam bir axborotchi, uzun yillik bir riyosatchi bo'lish sifatingiz bilan endi istiqloldan yillardan buyon abayim so'zladingiz, ammo qilayotgan xizmatlarni yaqindan ko'zib kelayotganligingizni bilmadim deb. Bugun biz shu radio bilan yo'lga chiqib, boshda radio va yozma xabarda
hazır 5 tilde toxtumay tarqitish qilayotgan bir mediaga aylandik hamda. Sizning nazaringizda istiqlolninki mush da'vodagi Sharq Turkiston da'vosidagi o'rni da'vo nuqtasidan nima deb qaraysiz? Nimalarni yaxshi qilyapmiz, nimalarni xato qilyapmiz? Ochiq yo'riq da'vosingiz bo'ldi. Istiqlol haqida xalqimizga deydigan so'zlaringiz bo'lsa, shuning bilan bir tugatgan bo'lsak. Albatta bir chiroqdek bir rolinglar bor-da hamda. Shu sizlar ekraninglarni qayerga qaratsanglar, shu yo'riydi degan gap hozirgi ahvolda hamda ovozimiz shuncha oz bo'lgandan keyin, shu bu chiroqni tangshab ishlatsak to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Istiqlol bo'lsin, Turkiyadagi tashkilotlar bo'lsin, qarsam ayollar ovozini aytib az o'rinni egallaydi. Masalan, istiqlol ayol muxbir yo'q. Shundaqku, endi arab tili qo'shilibdi. Siz kelsangiz bo'ladimi? Inshaalloh. Arabcha tarqitishinglar bak cho'ng bir bo'shliqni to'ldiribdi. Albatta, eng ko'p ko'rilmani bor. Biz Erkin Asiya radiomizda hamda inglizcha va boshqa slavyan yozig'cha, turkcha degandek bunda tarjima xabarlarni qilgan bo'lsaqmi, lekin arabcha yo'qdi, o'zingiz bilgandek. Lekin arab dunyosining bo'sh bir o'rin bo'lib qolib qolishida shu Uyg'urlarning ovozining shu yerlarga yetib boramasligi muhim rol o'ynab qoldi. Buni hamda Jidda radiosi degandek Uyg'urlar ishlaydigan bir qism radiolar botdi Arabistonda. Ammo ular yolg'izlik qildi. Kuchayamadi ham, keyin taqilib qoldi ham ularmi. Har xil sharoitlar nimasidan. Hamda shu istiqlolning shu Turkiyadagi dinda o'qib kelgan, ya'ni Misr, Arabistonda o'qib kelgan yosh ziyolilarimizning ko'p bo'lishidek mushtaq alaylikdan foydalanib arab dunyosidagi bo'sh qolgan shu Uyg'ur davosini anglatish nimasida bak cho'ng bir rol o'ynaysizlar deb qarayman endi men. Turkiyaga Uyg'urlarni to'g'ri anglatish va turk-Uyg'ur do'stligini kuchaytirish, hatto Turkiyaning shu ijtimoiy taraqqiyotidami bir rolinglar bo'ldi, ya'ni Uyg'urlarni yetaklaganda ularning ma'rifining yükselishiga turtki bo'lgan vaqtinglarda ya'ni to'kpikor shu turk jamiyatiga to'kpi qo'shayotgan har kasb egalarini tanishtirgan vaqtlaringlarda Uyg'urlarning Turkiyadagi o'rni, bu joyda kelgusi avlodlarimizning yashash sharoitlarining xizmatga o'rnishish fursatlarining ochilishidami bir zanjirlik rolini o'ynay olasizlar deb qarayman. Shunga doiranglarni texmi kengaytsanglar, u deganimlik abay dedim chiroq tugi qarang'u deb o'zimizning orasidami xabar qilinish tegishlik, taqdirlashga tegishlik va texmo ko'p sahna berishga tegishlik nurg'un sohalar bor ekan. Savdo sohasimi buning bir qismi deb qarayman. Shu hayotini, oila hayotini o'ziga tayinib qamdash uchun Turkiya hukumatiga tayanmasdan yashash uchun kichik savdolarni, bizneslarni qurib yetibdi, necha yuzini ko'rdim. Mush narsalarga diqqat bersak, balkim Turkiya hukumati va Turkiya jamiyatining Uyg'urlarni bizdan manfaatlanguchilar qatorida emas, bizning jamiyatimizga to'kib qo'shiqchilar qatorida qabul qilishini aytdi. Turklik shu turkcha xabarlarni Uyg'urlarning Turkiyadagi rolini gavdalantirishga qaratilsa, menimcha bek yaxshi bo'ldi. Undan keyin bolalarimizning shu turk tili o'rganishi bo'lsin va chet tili o'rganishi bo'lsin, hatto Uyg'ur tili o'rganishidami fursat yaratib bera olsak, bolalar programmasi kamchi hozir. Mediada, chet tili. Hatto biz Erkin Asiya radiosini boshlab eqib, keyin davomlashtira olmay qoldik. Istiqlol shundoq bir qancha qatim davomlashtirdi. Shu buningda nurg'un bolalar xizmatini qilib boqqan o'qituvchilar, psixologlar, balalar yazarlari, yozuvchilarimiz hamda talantli o'smirlarimizning kuchini bir akilish orqali yana qurg'ul bo'lgan bir narsa. Inshaalloh kelgusi shu istiqlolmi shundoq ko'p qirliq ya'ni programmalarni suna oladigan universal bir stansiyasiga aylanishini chin qalbimdan umid qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli fikrlaringiz uchun. Rahmat sizga. Mushakil tamamlaganingizda. Ma'qul yaptım. Xayr. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Nayte ko'ngilli bir suhbat bo'ldi deb qarayman. Barliq ko'ruvchilarimizga ko'pdan ko'p
rahmet eytimiz. Allah ömür verse aldığımızdaki sanda başka bir temada görüşürüz. Aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.